Davay so'rkalayman bu yerda. Iskan bormaydi. Iskan o'tiradi shu yerda. Meni o'zim javob beraman. Meni nomimdan sen hal qilmagin, tushundingmi? Men o'zim hal qilaman. Unda o'sha kuni spa salonga bordik-ku. O'sha yerda massajga to'lagan pulimni qaytar. Primoyga aytyapti-yu, uyalmaysanmi? Menga qara, ishga kirib yuboring, 10 baravar qilib to'layman o'sha pulingni, tushundingmi? Yo. Oldin itdek ishlab to'laysan. Yo, bolalar kechirasizlar. O'zinglar hal qilib olinglar. Men bu yerda adabada aytib o'tirmayman-da, to'g'risi ukajonlarim. Meni qancha ishlarim bor. Bo'pti, sog' Oka, ketyapsiz, oka? Ukam hal qilib olishdi. Boraveraymi? Ha, bor ukam, bor, va'da, ukam. Iskan? Nima? Qanaqa? Puli bor ekan, davay urib olib qo'yamiz. Bormikan o'zi shuncha puli? Ha, cho'ntagini ichib turganini ko'rdim. Sirrazi skaner qilib oldingmi? Bilasan-ku. Davay urib olib qo'yamiz. Balki anu massajni qarzdan ham qutulib olardik. O'rtoq, Ho, gap aytaymi? Labbi ayt o'rtog'im. Yomon paskudasan-de. Bilaman o'zim ham. Anaqa pulchigardan bo'lganda. Nima qilamiz? Uramizmi? Tur o'rningdan nima qilib o'tiribsan? Ketib qoldi. Ol ana shu ishani. Olib olaymi? Ha, uramiz boshiga.